sizlar bilan patnis yasashni o'rganamiz. Turkiya muqaddas opadan olgan 70/30 smalasidan foydalanaman. 210 gram kattasidan, ya'ni smaladan solamiz. Qolgan 300 bo'lguncha, ya'ni 90 gram отвердительdan solamiz. Buning uchun smalani hisoblashni bilishingiz shart emas. Videoda ko'rsatilgandek qilsangiz bo'ldi. 4 gram oshib ketdi, hech narsa qilmaydi. 1-2 gram hech narsa qilmaydi. Aralashtirish videolarini ko'rsatganman, yana ko'rsatib o'taman. Sekin-sekin aralashtiramiz. Rangi tiniq bo'lguncha, boshda xiralashadi, mutli bo'ladi. Chetlari bilan yaxshilab olamiz. Tagida, stakanni tagini ham yaxshilab qirib olamiz. Mana shunaqa aralashtiramiz. Mana qizlar tiniq bo'lyapti. Faqat sabr kerak, tashab qo'ymaymiz, boshqa ishga chalg'ib ketmaymiz. Tiniq bo'lgandan keyin bu tayyor bo'ladi. Tiniq bo'lgandan keyin 1 minutcha shuni temasdan qo'yib qo'ysanglar, ancha-muncha o'ziga keladi. Yana bir marta aralashtirib yuborasizlar o'shanda. Aslida boshqa stakanga solib aralashtirish kerak qonuni bo'yicha, lekin men uni qilmayman. Shundan o'zini yaxshilab aralashtiraman, teglari bilan, chetlari bilan. Endi 3dan 1 qismini hech narsa solmasdan boshqa toza stakanga olib qo'yamiz. Prozrachniy tomonini qilishga. Prozrachniga suxoy patal solamiz, rangi xohlagan, qolganiga rang solamiz. Men fioletoviy rang tanladim, perlamutr, ya'ni suxoy rang olsanglar, bu ham muqaddas opada bor, Jomida ham bor. Yaltirab chiqadi, hozir ko'rsataman. Shunaqa zo'r yaltirab chiqadi. Mana suyuq ranglar yaltirab chiqmaydi. Qanaqa ma'noda? Pigment perlamutr bo'lib chiqmaydi. Просто tak oddiy simali bo'lib chiqadi. Shunaqa suxoydan olib qo'ysanglar, etajerkalarga yoki patnislarga zo'r chiqadi qizlarjonlar. Endi tilla qog'ozimizni boyga olib qo'ygan 3dan 1 dedim-ku, o'shansiga solib qo'yamiz-da, aralashtiramiz. Tilla qog'oz solsanglar zo'r chiqadi, gul solsanglar ham bo'ladi, tilla qog'oz solsanglar ham bo'ladi. Bu o'zi har bitta insonning xohishidan kelib chiqadi. Endi mana ko'ryapsizlar, ikki tarafiga quyib olamiz. Keyingi navbat rangli smalamizni to'kib olish. Shunaqa qilib hamma tomoniga qo'yib chiqamiz. Faqat o'tib ketmasligi kerak. Ehtiyot bo'lib qo'yasizlar, уже bu besvetniy rangga kelganda. Ustini ko'rib turibsizlar, ko'pay bo'lib yotibdi. Uni ketqizishimiz kerak. Oddiy korrektordan foydalandim, lekin korrektor man kutgan effektni bermagan hech qachon. Prozrachniy joyiga siyoh rang gullarimni qildim, chunki siyoh rang ishlatdim-ku. Xohishga ko'ra o'ziga moslab gulla tersanglar ham bo'ladi, munchola tersanglar ham bo'ladi. Nima bor bo'lsa, o'shandan qilaverasizlar. Mana men shunaqa ideyani tanladim. Gortenziyani quritilgandan soldim. Aslida olovdan foydalanishimiz kerak. Bu videoda olovim qolmagandi, korrektorim, shuning uchun baribir bitta fen qilib Fen issiq bo'lgani uchun hamma ko'piklarni zo'r ketkazib berdi. Agar sizda korrektor bo'lsa, korrektor ham qo'rsanglar, amallasanglar bo'ladi. Endi shunaqa qilib videoda ketma-ketlikda chizib olamiz. Bu ham xohishga ko'ra, chizmasanglar ham bo'ladi, chizsanglar ham bo'ladi. Lekin chizsanglar chiroyliroq effekt chiqadi. Bir kunga qoldiramiz va ertasi kuni finish simali qilamiz. Agar kunduzi voqliroq qilgan bo'lsanglar, kechgacha qotib qolishi ham mumkin. Ushlab chetini bilib ko'ramiz. Mana qizlar, keyingi dars finish qilish.